Bu Rustam. Maktabni bitirib, o'qishga topshirib kira olmadi. Kira olmaydi-da boyaqish, o'qimagandan keyin. Yurdi, pul topolmay Rossiyaga yo'l oldi. Til bilmagan Rustam rosa sarson bo'ldi. Boyaqish Ibrat akademiyasidan til o'rganmaganda, o'rganganda qiynalmasmidi? Ko'p balon pul toparmidi? Xullas, Rustam Rossiyada qurilishda ishladi. Rosa qiynaldi. Oxiri ona yurtiga qaytdi. Boshini ushlab ish topolmagan Rustamga yoshlar yetakchisi yer bergandi. Endi ishlab boy bo'laman, deydi. Ishlasa bo'lar ekan-ku. Rustam hozirda katta dehqon bo'lgan. U karam yetishtiryapti. Baribir qochib qutulib bo'lmas ekanda, dedi Rustam. Til o'rganmasam bo'lmaydi. Chet elga boraman, mahsulotlarimni maqtanaman, deydi Rustam. Sizchi, sizda nima gaplar? Yozvoring, til bilasizmi?